qalampir haqida oldin o'qidim. Dunyoda 3 ta mahsulot bor, inson organizmi uchun kerak bo'ladigan hamma vitamin bor deb. Buni sizlarga aytishdan oldin men 3 kundan beri internetda rosa qidirdim. To'g'ri, u gap yolg'on ekan, lekin qalampirda tarkibida o'ta ko'p vitamin va minerallar borligidan chamamda shu gap chiqqan bo'lsa kerak. Hozir quyida sizlarga qanaqa vitaminlar borligini aytib beraman. Birinchi, qalampirdagi eng ko'p vitamin bu C vitamin ekan. Bu 120-190 milligramgacha ekan. Bu bilsanglar immunitetni oshiradi, ya'ni har xil kasalliklarga qarshi va temir moddasini, ya'ni qon ko'paytiradigan moddani organizmga so'rilishligini juda ko'p ta'minlaydigan narsa shu C vitamin. Ikkinchisi bu A vitamin. Bu ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. 370 mikrogramgacha ekan. Tepadagi milligram edi. Endi bu nafaqat ko'rish qobiliyati, terini ham sog'lom qiladi. Keyin B6 vitamini turadi. 0,3-0,5 milligramgacha ekan, asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi va gemoglobin ishlab chiqaradi. Keyingisi K1 vitamini, bu 7,4 mikrogram bo'ladi. Qon iyishini ta'minlaydi, ya'ni kesib olganingizda qon oqib ketavermaydida, iyib qatib qoladi-ku, shunaqa bo'ladi. Keyingisi B9 vitamini, bu 20-26 mikrogram bo'lar ekan. Ayniqsa bu homiladorlarga juda kerakli narsa, nerv asab tizimlarini rivojlantiradi, qon ishlab chiqarishda bu ham yordam beradi. Homilaning ham rivojlanishida o'zini katta hissasini qo'shadi. Keyingisi vitamin B3 bo'lib, bu 0,8 milligram ekan. Erkaklarda energiyasini ko'taradigan narsa va bu terini ham yaxshilaydi va hazm qilishga ham juda foydali narsa. Shuning uchun ham ovqatlarda qalampir yeyiladi. Endi eng qizig'i, bu yerda mana C vitamini eng ko'p ekan dedim-ku qalampirda. Shu odamzod uchun kunlik normani, masalan, faqat qalampir bilan qoplaydigan bo'lsangiz, erkaklar kuniga 5 dona qalampir yeyish kerak ekan. Ayollar 7-8 dona, hatto homilador, emizikli ayollar 12-13 dona qalampir yeyish kerak ekan. Sababi ularga C vitamini juda ko'p kerak bo'ladi. Bularda hammasini Tibet tuzda 1 kunlik yetarli norma, hatto homilador ayollar uchun ham qo'shib qo'yganmiz.